Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 3-sentyabr 2025-yil issiqxonamizga Syngenta kompaniyasining Starway bodring dro'gaylari ekilgan. Shu gibridda ekkan dehqon bilan ikki og'iz qaysi muddatda ekilgan va bu gibridimizning yutuq kamchiliklari haqida ikki og'iz sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum rahmatulloh aka. Va alaykum assalom. Hormang, charchamayapsizmi? Ha, charchamayman. Rahmatulloh aka, mana shu gibridni qachon ekkansiz? Qanaqa yutug'i, qanaqa kamchiligi? Shuni agrotexnikasi haqida ikki og'iz dehqonlarimizga maslahat bersangiz yaxshi bo'lardi. Syngenta kompaniyasining Starway degan bodring navini ekkanmiz. 10-avgust kuni, mana shu 2025-yil 10-avgust kuni ekkanmiz. Ro'parasi 21 kunda pishdi bodring. Pishish muddati tez ekan. Keyin undan keyin bu bodringni ekishimizdan maqsad mana bundan buyog'i past haroratga yaqinlashib kelyapti. Bu tepasalar yoqilmaydi. Past harorat bo'lganligi uchun o'sha past haroratga chidamliligini sinash uchun tekshirdik. Mana 2 kun oldin bunga ustilariga shudilla tushgan, salqin havoga, lekin o'sha salqin havo bo'lsa ham buni orqa tomonlariga kaloriferoz degan anaqalarda tushmadi, kasallik tushmadi. Hozircha ketishi yaxshi. Ilik sistemasi ham yaxshi ekan. Hosil solishini ko'radigan bo'lsak, mana hozir hosildorligini ko'radigan bo'lsak, mana shu yerda o'zida, mana hozir shu yerda o'zida ancha hosildorga ega. Mana 1 2 3 4 5 6 ta. Bu yoqqa ham mana solib ketyapti. 7 8 9 10. Bunda anaqa og'rib qolishi